Azizlarim, mana bunaqa xalatimiz sotildi. Bu hamma razmeri sotildi. Hozir barnapa oldilar 3XL ni. Bu 4XL qoldi sizlarga agar kim ulgursa. Yana bitta chiroyli obuvimiz bor. Hozir ko'rsatayin. Bu koja norka. Nima deydi? Tufli ham как botinka sifat. Tufli bu. Mazza qilib kiyasiz, rosa zo'r. Bundan ham oldilar 38 razmerini. Buni 36 bilan 37, 40 razmerlari qoldi. $110 koja norka Turkiyadan. Mana ulguringlar, rosa zo'r, kачествоsi zo'r, mana. Ko'ring, rosa ham yaxshi, ichlari ham zo'r. Mazza qilib kiyasiz, kim olsa ham ulguringlar. Bu fasonimizda barnapa yaxshi kunlaringizga kiying. Mana sizga xalat, hb xalat 350 mingga oldilar. Oyoq kiyimdi koja norka. Bu oyoq kiyimimiz koja norka. Ulguringlar, 38 sotildi hozir. Anaqa. Bu 36, 37, 40 razmerlari qoldi. Ulguringlar, bu tufli koja norkaniki ham botinka sifat. Bemalol kiyishingiz mumkin. Shimlar bilan, ko'ylaklaringiz bilan bemalol kiyishingiz mumkin. Gelivey podoshva, podoshalari yaxshi. Ozgina kablukchasi bor. Rosa zo'r. Podiyumi bor ayollarga, oyog'i og'riydigan ayollarga vashshe zo'r. Qizlar, ayollar, ulguringlar 3 dona qoldi bundan. Mazza qilib kiyasizlar. Mana bu xalatimizdan 1 dona qoldi. Necha razmer aytaymi sizga? 4XL qoldi, 350 ming so'm. 1 dona qoldi, ulguringlar. Bu bolshmerka mana. Ko'ryapsizmi bu bolshmerka? Mana bunday katta razmerda. Oldi tugmali, polni tugma. Tugma yaxshi ko'radigan ayollarga. 1 dona qoldi mana. Ko'ringlar, kelinglar, ulguringlar. Mana bu, lekin mana bu vashshi zo'rda. Mazza qilib kiyasizda, joningiz rohatida. Barnapa biladi joni rohatini, lekin nima yoqsa o'sha zo'rini tanlab olib ketadilar. Har doim naqd pulga olib ketadilar mana. Kelinglar, kutaman sizlarni. O'zbekiston bo'ylab dastavka chiqaryapman. Payme, klik, naqd o'taveradi. Agar Angrenda tursangiz, Yandex orqali chiqarib olaman, O'zbekiston bo'ylab pochta orqali chiqarib olaman. Ulguringlar, kutib qolaman, rosa zo'r, mazzaga 36, 37, 40 razmerlari qoldi, $110. Ulguringlar, o'rtoqlar, oxirgi 3 dona qoldi. Kutaman sizlarni, azizlarim, telefon nomerimni yozib qoldiraman mana. Zo'r narsa bu. Mazza qilib kiyasiz, joningiz rohati. O'zini sevgan ayollar oladi buni. O'zini qadrlaydigan, oyoqchalarini qadrlaydigan ayollar oladi. Mana bu esa hb xalatimiz ham juda ham yaxshi.